Deputatlari Peshku tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiyada xalq deputatlari, tuman kengashi deputatlari, tuman hokimining o'rinbosarlari, hudud faollari ishtirok etdi. Dastlab shu haqda Sessiyada viloyat hokimi Botir Zaripov nutq so'zladi. Viloyat rahbari Peshku ko'pchilik nazarida chekka hududdek ko'rinsa-da, bu tumanda iqtisodiyot va sanoatni yanada rivojlantirish uchun yer, suv, foydali qazilmalar koni, eng muhimi yangidan ishga tushadigan ulkan energiya stansiyasi. Xullas, barcha sharoitlar mavjudligini alohida ta'kidladi. Bu hududda muvaffaqiyatli ishlash uchun birgina talab bor xolos. U ham bo'lsa, prezidentimizga va xalqimizga sadoqat va fidokorlik bilan ishlashdir, dedi viloyat rahbari o'z nutqida. Sessiyada tashkiliy masala ko'rildi. Viloyat hokimi Hayot Hasanovich Davlatovning Buxoro viloyat hokimining qurilish, to'siqlarsiz muhit yaratish, kommunikatsiyalarni rivojlantirish, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlanganligi munosabati bilan uni Peshku tumani hokimi lavozimidan ozod etish to'g'risidagi qarorni o'qib eshittirdi. Ushbu masala ovozga qo'yilib deputatlar tomonidan tasdiqlandi. Shundan so'ng Botir Zaripov 2020-yildan beri viloyat kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelayotgan Anvar Ashurovich Hamroyev nomzodini Peshku tumani hokimi etib tayinlash to'g'risidagi viloyat hokimining qarorini o'qib eshittirdi. Anvar Hamroyev 1978-yilda Buxoro tumanida tug'ilgan. Mehnat faoliyatini Buxoro tumani statistika bo'limi mutaxassisi lavozimida boshlab, Buxoro tumani bandlikka ko'maklashish markazi direktori, Kogon tumani hokimining birinchi o'rinbosari, viloyat hokimligi boshqaruv apparati kotibiyat mudiri lavozimlarida samarali ishlagan. Kun tartibidagi masala yuzasidan tuman kengashi deputatlari va faollari o'z fikr-mulohazalarini bildirishdi. Anvar Hamroyev Peshku tumani hokimi etib tasdiqlandi. Sessiyada tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha istiqboldagi vazifalar belgilandi.